Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilar, tasodifiy tomoshabin. Men sizlarga bugun kompyuterni qanday qilib tozalashni o'rgataman. Buning uchun bizga Windows 11 operatsion sistemasidan foydalanyapmiz. Files deb yozamizda, temp deb yozamiz mana bu joyga. Files, temp, yana files. Temp degan papkasi bor. Har bitta Windowsda 10 da ham, 11 da ham, hammasida bular mana shu yerga juda ko'p musullar yig'ilib qoladi. Shuni belgilab turib, o'chirishga harakat qilib ko'ramiz mana. Shulardan o'chgani o'chib, qolgani qolib, musullarni toza bo'lishiga yordam berishi mumkin bo'ladi bizda. Chunonsa mana Windows operatsion sistemasini tezlashtirishning bitta yo'li shu. Keyin Google Chrome brauzer bo'lsa, masalan, shuni kiramizda mana bu joyda settingsga kirib downloads degan yerda mana save users need downloads degan papkasi bor. PC downloads. Mana bu joyda yuklab olingan fayllar turadi. Shularni keraksizlarni o'chirib chiqib ham uni tezlashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Sizlarga shuni o'rgatib, tushuntirib qo'ymoqchi edim. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar. Agar kimgadir qanaqadir savollar bo'lsa, bizning YouTube'da kommentariyasi bor. Shu kommentariyasida yozib qoldirsangiz, albatta javob berishga harakat qilaman do'stlar.